Demak, yakuniy qismga ham yetib keldik. Ushbu mavzuni demak, mavzumizning yakuniy qismi bu albatta iqtidorli o'quvchilar uchun hisoblanadi. Agar siz matematika 0 da o'rganayotgan bo'lsangiz, sizga maslahatim bu qismni umuman ishlamang. Agar siz matematikani qaysidir kitobni bir marta tugab chiqqan bo'lsangiz yoki IDC kitobini bir marta tugab chiqqan bo'lsangiz, ushbu iqtidorli o'quvchilar qismini ishlashingiz shart. Ayniqsa, biror bir imtihon, attestatsiya, milliy sertifikat yoki shunga o'xshash imtihonlarga tayyorgarlik ko'rayotgan jarayonda iqtidorli o'quvchilarda albatta ishlashni tavsiya qilaman. Demak, biz tahlilni boshlaymiz. 108-misol. Qandaydir tub sonni olmishga bo'lganda qoldiq murakkab son bo'ldi. Qoldiqni toping. Xo'sh, qandaydir tub sonni olmishga bo'lganda qoldiq murakkab son bo'ldi. Qoldiqni toping deb so'rayapti. Xo'sh. Misol uchun 70 ni 60 ga bo'lsak, 70 lekin tub son emas. Bizga tub son kerak. Albatta 60 dan katta tub sonlarni bo'lib boshlasak ham bo'ladi. Demak, 60 dan katta tub sonlar 61. 61 dan 60 ga bo'lsak 1 qoldiq. U to'g'ri kelmaydi. Keyingisi 67, 67 7 qoldiq qoladi. Yo'q. Keyingisi necha bo'lishi mumkin? 109. 109 tub son. 109 tub son. Demak, 109 ni nima qilyapman? Son tanlab olyapman. Ya'ni tub sonlarga, ya'ni 60 dan katta tub sonlar tanlayapman. Hozir misol uchun vaqtim ketmasligi uchun 60 dan katta 61, 67 va hokazo tub sonlarda yozib chiqdim. O'sha yozish jarayonimda menga faqatgina bitta 109 tub soni, ya'ni 109 ni 60 ga bo'lsam, bittadan bo'lib mana bu qolgan qoldig'i murakkab son bo'ldi. Mana. Ko'rdingizmi? 109 tub son. Bu tub son 60 ga bo'lyapsiz. Bizga bo'linma emas, bizga qoldiq muhim. Qoldig'imiz 49. 49 murakkab son nega? Chunki 1 ga bo'linadi, 7 ga bo'linadi, 49 ga bo'linadi. Bo'luvchisi 3 tadan ko'p bo'lsa murakkab son, 2 tadan ko'p bo'lsa murakkab son bo'ladi. Agar bo'luvchisi 2 ta bo'lsa, tub son bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, to'g'ri javobimiz javob qoldiq toping deyapti. 49. Ko'rdingiz? Endi bular nisbatan qiyinroq misollar shunaqa. 109. E'tibor qiling. Yig'indi. Keling, mana shu yig'indi, kvadrat, mana kvadrat, faktorial. Mana shular uchun sizlarga bitta ajoyib formulani ko'rsataman. O'sha formulani yodlab olib qo'ying. Men doskaga chiqaraman hozir. Mana e'tibor qiling. Keling, yangi bitta doskaga mana shu formulalarni yig'ib qo'yaman. Mana. Bu formulalarni maslahatim hammasini yodlab qo'ysangiz, o'zingizga manfaatli bo'ladi. Mana hammasini yodlab qo'ying. Hozir buni kattalashtiramiz. Mana shu formulaga qo'yib ishlaymiz. Ya'ni yig'indiga oid formulalarni. Videoni mana shu yerda to'xtatib, misol uchun xohlaganingizni yozib olishingiz mumkin. Ko'rdingizmi? Demak, har birini endi ishlataman. 1 qo'shuv 2 qo'shuv n va hokazo ketyapti. Ko'rdingizmi? Mana shu bizning hozirgi misolimizga tushadi. Ya'ni 109. E'tibor qiling, 1 qo'shuv va hokazo n. Formulada nima edi? Formulada n oxiridagisi edi. Bizda n'imiz nima? N 96. Demak, formula quyidagicha. N ko'paytiruv qavsida n plus 1 taqsim 2. Mana. N o'rniga 96 qo'yib qo'yasiz. Oddiygina 96 ko'paytiruv. 96 ga 1 ni qo'ysak 97 taqsim 2. Dek. Demak, hisoblaymiz. 96 2 ga bo'linadi. 48 chiqadi. 48 ni endi 97 ga ko'paytiramiz. 4656. Mana. Demak, yig'indini oxir raqam toping deyapti. Yig'indini oxir raqamini ko'rib turganingizdek 6. Agar hisoblang deganda ham mana hisoblab qo'ydik. Ko'rdingizmi? 109. Qarang, n oxir raqam n 137. Demak, formula 137 ko'paytirib 138 taqsim 2. 138 bilan 2 qisqaradi. 69 chiqadi. 137 ko'paytirib 69 teng. Demak, oxir raqam 3. Ya'ni 9 kere 7 63 deb 3 ni olib oldim. Ko'rdingizmi? Qiyin emas. Faqat ozgina tushunishga harakat qiling va formulani yod oling. O'shanda xudo xolasa hamma misollaringiz chiqadi.
Keyingisi 111. 111 ham formula ko'rsatgandim. Esingizda bo'lsa. Menimcha yozib olgansiz, to'g'rimi? Yozib olgan bo'lsangiz kerak. Demak, kvadrat uchun mana shunday kvadrat ketsa, 1 kvadrat, 2 kvadrat, 3 kvadrati mana bu formula o'rinlang. Yozib yodlab oling xohlasangiz. N ko'paytirib qarshisida n plus 1 2n plus 1 taqsim 6. Endi o'rnida bizda e'tibor qilsangiz, bunda 99 kelyapti. Demak, 99 qo'yamiz. 99 ko'paytiruv 99 ga 1 ni qo'ysak 100 ko'paytiruv 99 2 ga ko'paytirib 1 ni qo'ysak 199 taqsim 6. Bizga oxirgi raqam so'ralyapti. Oxirgi raqam mana bu yerda 0 bo'lgani uchun 0 ni hammasiga ko'paytirib yuborsangiz ham baribir oxiri 0 bo'ladi. Demak, 111 ga oxir raqami 0 ekan. Ko'rdingizmi? Qiyin emas. 112 ham xuddi shunday formulaga qo'yamiz. E'tibor qiling, mana n o'rniga 999 qo'ysak, 999 ko'paytiruv 1000 ko'paytiruv qolgani yozishingiz shart emas. Mana bu yerda ham son bor, ya'ni mana buni hisoblab qo'yganingiz. Oxiri 0, 0 ni ko'paytirib bo'lsangiz ham baribir oxiri 0 chiqadi. Oxir raqam 112 ga 0 ekan. Ko'rdingizmi? Juda ham oson. Formula bilsangiz juda ham oson. Xo'p, 113 faktorial qarang. 1 faktorial 1 bilan tugaydi. Ya'ni 1 bu. 2 faktorial 2, 3 faktorial 6, 4 faktorial 24. 5 faktorial bu yog'i ketadi 120, 6 faktorial 720. Ya'ni qolganlarda hammasida 0 bilan tugaydi faktoriallarimiz. Mana ularni yozishingiz shart emas. Tushundingizmi? Ya'ni 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktoriallar mana bular 4 ni yozganimda oxiri 0 bilan tugamaydi. 4 dan keyin qolgan hammasi 5 faktorial ham, 6 faktorial ham, 7 faktorial ham farqi yo'q. Necha faktorial bo'lsa ham oxiri 0. Bizga buni qiymatini so'ramaydi. Misollarimizda asosan oxir raqamini so'raydi. Mana oxir raqamni so'rayapti. Demak, qo'shib qo'yamiz. 1 ga 2 qo'ysak 3, 3 ga 6, 9, 9 ga 4 13. Demak, buni oxir raqami 3 ekan. Ko'rdingizmi? Qiyin emas. Ishlasa bo'ladi. Keyingisi. Ya'ni keyingi misolimiz oxirgi ikkita raqamni toping deyapti. 114-misolda. Bu ham faktorialda. E'tibor qilsangiz. Demak, bunda ham xuddi shu ishni amalga oshiramiz. Ya'ni 1 faktorial 1 ga teng, 2 faktorial 2 ga, 3 faktorial 6 ga, 4 faktorial 24 ga, 5 faktorial 120 ga, 6 faktorial 720, 7 faktorial bu 5 faktorial, bu 6 faktorial. 7 faktorial desa 720 ni ya'ni 7 ga ko'paytiramiz. 5040. 8 faktorial. 8 faktorial desa o'sha 5040 ni endi 8 ga ko'paytiramiz. 40320. 9 faktorial desa o'sha chiqqan javobga yana bitta 9 ko'paytirib qo'yamiz. 362880. Keyin 10 faktorial deyapti, bo'ldi. Ya'ni 10 faktorialdan boshlab bu yoq hammasi oxiri 2 ta 0 bilan tugaydi. Tushundingizmi? 10 faktorialdan bu yoq hammasi oxiri 2 ta 0. Lekin 1 faktorialdan 9 faktorialgacha oxiri 2 ta 0 bilan tugamaydi. Agar 5 faktorial bilan boshlaganda oxiri 1 ta 0. Ko'rdingizmi? Hammasiga 1 ta 0 bilan tugayapti. Oxirgi ikkita raqam degan uchun, mana oxirgi ikkita raqam degan uchun ikkitasini hisoblashga majburmiz. Birinchi bilan qo'shib olamiz. 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 9, 13. Endi e'tibor qiling, 13. 13 ga 20 ni qo'shsak, oxirgi ikkitasini qo'shyapmiz. 33, 33 ga mana bu oxirgi ikkita raqam 20 ni qo'shsak, 53. 53 ga mana oxirgi ikkita raqam 40 ni qo'shsak, 93. 93 ga mana oxirgi ikkita raqam 20 ni qo'shsak, 113. 113 ga mana oxirgi raqam ikkita 62 ni qo'shsak, 175. 175 ga uzr. Mana bu yerda adashdim. 62 emas. Mana bu yerda 80 ni qo'shishim kerak edi. Chunki mana buni son deb qarab olibman. 80 ni qo'shsak 193. Agar adashmagan bo'lsa 193. Keling, sizda ham tushuntirishim uchun ham o'zim yozishim uchun qaytadan yozib chiqaman. E'tibor qiling. Xo'p, 10 faktorialgacha hisoblaymiz. Chunki 10 faktorialdan u yog'ini aytib o'tdim. Tushundingizmi?
1 faktorial 1 ga teng, 2 faktorial 2 ga teng, 3 faktorial 6 ga teng. 4 faktorial, ya'ni 1 dan 4 gacha ko'paytirsa 24 ga teng. 5 faktorial 120 ga teng. 6 faktorial 720 ga teng. 7 faktorial 5040. 8 faktorial 40320. 9 faktorial 362880. 10 faktorialda oxirgi ikkita 0 bilan uni yozish shart emas. Demak, mana shundan endi qo'shib chiqamiz. 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 3 ga 6 9, 9 ga 4 ni qo'shsak 13, 13 ga mana 20 ni qo'shamiz. Oxirgi ikkita raqam 33 bo'ladi. 33 ga mana 20 ni qo'shamiz. 53, 53 ga mana 40 ni qo'shamiz. 93, 93 ga mana 20 ni qo'shamiz. 113, 113 ga mana 80 ni qo'shamiz. Demak 93, ya'ni oxirgi ikkita raqami 93 ekan. Mana. Ko'rdingizmi? Qiyin emas, ishlasa bo'ladi misollar. Demak, mana bu aytyapti. Mana shuni oxirgi raqamini toping deyapti. 1, 3, 5 qarang. 1 faktorial 1 bilan tugaydi. 3 faktorial 1 dan 3 gacha ko'paytirib chiqsak 6 bilan tugaydi. 5 faktorial 0 bilan tugaydi. Keyin bu yog'i ham hammasi 0 bilan tugab ketaveradi. Va kvadrati teng. 1 ga 6 qo'shsa 7 ni kvadrati, 7 ni kvadrati 49, ya'ni oxir raqami 9 degan. 115 ga. Ko'rdingizmi? Qiyin emas, ishlasa bo'ladi. 116 sonni oxir raqamini toping. E'tibor qiling. 1. 1 kare 3 3. Bu 5. Keyin yana 5. Va hokazo davom etaveradi. Hammasi 5. Ko'rdingizmi? Ya'ni bu 3 ni berdi. Bu 15 bo'ladi. Mana bu ham 5. Mana bular hammasi ham 5. Tushundingizmi? Endi bizga bu yerda savol tug'iladi. Ya'ni nechta 5 bor? Mana shu yerdan bu yog'ida. Mana shu yerdan bu yog'ida nechta 5 bor? O'sha savolga javob topishimiz kerak avvalo. E'tibor qiling. Birinchisida bitta, ikkita, uchta. Ko'rdingiz, 3 ta raqam, 4 ta raqam va hokazo 49 martada yozilyapti. Demak, 49 martadan mana ikkitasi chiqib ketsa, nechta qoladi? 47. Ya'ni mana shu yerdan shu yergacha 47 ta 5 bor. 47 ta. Demak, 1 ga 3 qo'shsak 4 qo'shuv, 47 ta 5 ta oxir raqami 5 bilan tugaydi. Demak, 4 ga 5 qo'shib qo'yamiz, oxir raqam 9. Mana. Tushunmagan bo'lsangiz, maslahatim qaytadan bitta ko'rib chiqing, tushunasiz. 117. 7 da 101 sonni 6 ga bo'lganda qoldiq toping. Bu juda ham oson. Qarang, 7 ni mana bunda yozing. 6 qo'shuv 1 da 101-si taqsim 6. Qisqaradiganda, ya'ni mana bo'linadiganda o'chirib tashlaysiz. 1 da 101 taqsim 6. O'sha suratda qolgan narsa qoldiq bo'ladi mana. Demak, qoldig'imiz 1 ekan. 117 ga 1. 107 ni ko'paytirib 6 ga bo'lsangiz ham baribir shu javob chiqadi. Ko'rdingiz? 118. 118 da ham xuddi shu uslubda ishlayverishga harakat qilaman. E'tibor qiling. 118. 8 da 315 ni 9 ga bo'lganda qoldiq. Hozir endi buni 8 9 ga bo'lmaydi. Katta son qilish kerak. 8 ni kubini, ya'ni 315 ni 3 ga bo'laman. 105 chiqadi. 105 taqsim 9 teng. 8 ni kubi bu 512 bo'ladi. To'g'rimi? Adashmadimmi? 512. 512 ning 105-si taqsim 9. Mana. Endi 512 ni 9 ga bo'linadigan son qilib yozib olishim kerak. Bu qanday bo'ladi desa mana. Xo'sh, 512 ni yozaman. Ya'ni 512 ni 9 ko'paytirib 56 qo'shuv 8 ning 105 taqsim 9. Mana bu 9 ga bo'linadi. 9 ga bo'linadiganini o'chirib tashlaysiz. 8 da 105 qoldi taqsim 9. Yana bu 8 ni kubini 35 taqsim 9 yozsak, 8 ni kubi yana xuddi shunday davom etsa 8 da 35 taqsim 9 bo'ladi. Endi bu joyda nima qilamiz?
Bu joyda mana bunda yozaman. 8 ko'paytirib 8 da 34 taqsim 9 teng. 8 ko'paytirib 8 ni kvadratini 17-si deyman. Taqsim 9 teng. Demak, 8 ko'paytirib 8 kvadrat 64, 64 da 63 qo'shib 1 deymiz. 17-si taqsim 9. Ya'ni mana 9 ga bo'linadigan o'chirib tashlaymiz. 8 ko'paytirib 1 darajasi 17 taqsim 9. Demak, suratni hisoblaysiz 8 taqsim 9. Demak, oxirgi deb uzr, qoldig'i 8 ga teng ekan. 118 ga mana. Ko'rdingiz? Ana. Xo'sh, demak, keyingisi 119. X, Y natural sonlar bo'lsa, qanday raqamlar bilan tugashi mumkin deyapti. Ya'ni darajalar. Xo'p, X, Y natural son, albatta, birinchisi bu qiziqtirgani 1 1 qo'ysak, ya'ni ikkalasiga ham 1 1 qo'ysak, 4-darajalarni hisoblasak, 2 bilan tugashi mumkin. Yoki 1 4-si bilan 9 4-sini qo'ysak, xo'sh, bu ham 2 bilan tugagan. 1 dan boshqa endi. 1 4-si bilan 2 4-sini hisoblaymiz. Oxir raqami 7 bilan tugashi mumkin. Yana 1 4-si bilan 3 4-si. 81 2 bilan tugaydi bu ham. 5 4-si. Buni oxir raqam 6 bilan tugashi mumkin. Ko'rdingiz? 1 bilan sherik qilib olyapman. Yana 10 ni 4-si bilan, misol uchun 20 ni 4-si mana oxir raqam 0 bilan tugashi mumkin. Xo'sh, misol uchun yana 10 ni 4-si bilan 1 ni 4-sini qo'ysa, oxir raqam 1 bilan tugashi mumkin. 1 0 6 7. Misol uchun 10 ni 4-si bilan 5 4-si oxir raqam 5 bilan tugashi mumkin. Mana. Ya'ni faqatgina 1 2 3 4 5 6 ta holatda mana shunday tugashi mumkin. Siz qolgan necha sonni olib 4-darajaga ko'tarsangiz ham baribir shu 6 tadan bittasi bilan tugashga majbur. Ko'rdingizmi? Demak, ishlasa bo'ladigan qiyin misolimiz. Faqat fikrlashni oshirish kerak. Fikrlaydigan misollari ko'p. Iqtidorli qism. O'shaning uchun yangi o'quvchilarga bu qismda maslahat bermaymiz. 120 va yakuniy misolimiz iqtidorli qismdan tenglamani butun sonlarga yeching deyapti. Albatta, birinchisi kallam kelgani, ya'ni miyam kelgani, mana bu to'liq yozilganiga ishonmang, endi o'rniga son qo'yish kerak. Birinchi xayolim kelgan albatta 1. N teng 1, K teng 1. Ya'ni 1 faktorialimiz bilan 1 ni kvadrat ikkalasi teng. Tushundingizmi? Mana. Ikkalasi teng. Endi savol tug'iladi, ustoz, mana bu yerda to'liq yozilgan-ku. Yo'q. N o'rniga misol uchun 2 bo'lsa 2 faktorialda tugaydi, 1 bo'lsa 1 faktorialda tugaydi. Tushundingizmi? Va bunaqa sondan 2 ta bor. Mana shu tenglamani yechimi. Ikkinchisi bu n teng 3. Tushundingizmi? K teng 3. Mana. Ya'ni n3 k3 degani nima degani? Mana bularni endi misollarda qo'yadigan bo'lsak, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial teng 3 ning kvadratiga. Hisoblaymiz. 1 faktorial 1 ga teng, 2 faktorial 2 ga teng, 3 faktorial 6 ga teng. 3 kvadrat esa 9. Buni hisoblasak 9 chiqadi, teng 9 ga. Ko'rdingizmi? Demak, tenglamani butun sonlarga yeching deyapti. Buni son tanlab ishlaymiz. Demak, javob tenglamani n teng 1 bo'lganda k teng 1 bo'lishi kerak. Agar n teng 3 bo'lganda k teng 3 bo'lishi kerak. Mana. Demak, to'g'ri javobimiz 2 ta. Mana shu 2 ta holat bor. Demak, shu bilan iqtidorli o'quvchilar qismi ham o'z yakuniga yetdi. O'ylaymanki, har bitta misolda tushuntirib bera oldim degan umiddaman va mana bu formullarni hammasini yodlab qo'ying. Xudo xolasa sizga manfaat tegadi. Mana ushbu mavzumiz ham o'z yakuniga yetdi. Agar qaysidir joyga tushunmay qolgan bo'lsangiz, maslahatim har bir darsda qaytadan ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Chunki matematika bu zanjir. Zanjirda qaysidir qismi uziladigan bo'lsa, keyingi qismida siz tortib keta olmaysiz. O'sha har bitta zanjir bo'lagini mustahkamlab borsangiz, nasib qilsa matematikadan chuqur bilimlarga ega bo'lasiz. Asosiysi matematikani qaysidir imtihon, qaysidir bilim, qaysidir tanlov uchun, kimdandir o'zib ketish uchun o'rganmang. Asosiysi matematikani mohiyatini yetib borish uchun, mohiyatiga tushunib borish uchun, ya'ni o'zingizni majburlab emas, mazza qilib ishlaydigan fan sifatida ko'rib, fan sifatida o'rganishingizni xohlayman. Demak, shu bilan bugungi darsimiz ham o'z yakuniga yetdi. Sizlar bilan har doimgidek Farruh Odilov, ya'ni Farruh ustoz desak ham bo'ladi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.